Ko'ryapsizlar, Farg'ona shaharga kelganmiz. Sadvin savxozdan bunaqa chiroyli uy chiqarishda davom etamiz. Mahallani ko'ryapsizlar, polniyatda uylar, tiniq-tiniq uylarimiz bor. Narxini hozir aytamiz, общий 8 sotik, gazi, suvi, sveti bor. Farg'ona shahar Sadvin savxozdan so'raganga birinchi jo'natamiz, uyda keyin bitta kirib ko'ramiz. Uyning holati zo'r, salqin, bitta remont qilib yuborsangiz, fayzli, chiroyli bo'lib qoladi. 8 sotik, 7 xona uy. Oshxonaga lekin men maza qildim. Oshxonani ham ko'rsatishadi hozir, mehmonxona bor. Mana bu yana xonalarimiz bor. Bu xonalarimiz ham o'rtacha remont. Biz ham aboy qilib qo'yibdilar. Eshikni almashtirsa bo'ldi degan. Bitta eshik romni almashtirasiz. Mana akvalarni olib hamma eshik romni bitta almashtirib, bitta travertinni boshqatdan qilib, shapka qilib, bitta burchatga qilsangiz bo'ldi. Sizga yetadi, bola chaqangizga. Narxini 120 ming deyapmiz, kelishadigan xonasi bor. Pastki raqamlar barakaga. Farg'ona shahar Sadvin savxozdan so'raganlar jo'nataveramiz. Uyda holati yaxshi ekan mana. Bahskilat, eski narsalar bor ekan, bu yerda kat yo'l bor. Naryoqda agarodlardan ko'rishlar mumkin. Agarodi ham katta. Bemalol yana 4 xona, 5 xona uy solsangiz bo'ladi. Ikkiga bo'lib, 2 kishi olsalaring ham bo'ladi. Kelishib olaverasizlar o'zlaring. Pastki raqamlar telefon qilsalaring barakaga, sog' bo'linglar.